Muzart. Biz dünya medeniyetiga töhp qo'shgan bir millat. Bizmi odamdek yashayli. To'xti Muzart. Qalam bilan o'zimning huquqini qo'g'dayman. Haq tarix yozsa, menmu tarix yozaman. To'xti Muzart. Uyg'ur tarixchisi To'xti Muzart. Asli ismi To'xti Tuniyaz. 1963-yili Sharqiy Turkistonning Bay nahiyasida xizmatchi oilasida tug'ilgan. 1998-yili Xitoy hukumatı tarafidan davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati ishlash tuhmati bilan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2009-yili 10-fevral turmadan qo'yib berilgan. 2015-yili 5-oyning 29-kuni Beijingda tuyuqsiz vafot bo'lgan. Tarixchi To'xti Muzart boshlang'ich va o'rta maktablarni o'z nahiyasida tamomlagan. Bu jarayonda Xitoychini yaxshi o'rgangan. 1978-yili Xitoy o'quvchilar bilan bir qatorda universitet imtihoniga qatnashib, yaxshi natija bilan Xitoyning Beijing Markaziy Millatlar instituti, ya'ni hozirgi Beijing Millatlar universitetiga qabul qilingan. Bu jarayonda inglizchani kuchab o'rganib, maktab bitirgan yili Amerika Harvard universitetiga o'qishga qabul qilingan. Ammo xizmat ehtiyoji tufaylidan Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyiga xizmatga taqsim qilinib, Xitoyning atalmış bu oliy organida ishlaydigan birdan-bir Uyg'ur bo'lib qolgan. Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyida bir mezgil ishlagandan keyin o'zining qonun o'rganish istagiga binoan Xitoydagi Xalq universitetining qonunchilik fakultetida o'qib, magisterlik unvoniga erishgan. Ondan Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyiga qaytib kelib, Millatlar komitetining qonun tadqiqot ishxonasida kandidat tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 1995-yili Yaponiyaning Tokyo universitetiga doktor aspirantlikqa qabul qilingan. Yaponiyada o'qish jarayonida Yaponiya matbuotlarida Uyg'urlarga munosabatlik asarlarni e'lon qilgan va Yaponiya ilm sohasining yaxshi bahosiga erishgan. Shu jarayonda Yaponiya davlatlik tadqiqot markazi uni Uyg'ur tadqiqot jamiyatining tadqiqotchiligiga taklif qilgan. To'xti Muzartning bir qism maqolalari Yaponiyada kitobcha shaklida nashr qilingan va Yaponiya Buyuk Sharq madaniyat universitetining darslik qilib tanlangan. Yaponiyada doktorlik ilmiy maqolasini yozayotgan To'xti Muzart maqolasi bitishga oz qolganda ba'zi materiallarga ehtiyoji tushib, 1998-yili 1-oyning 15-kuni material izlash uchun vatanga qaytgan. Bu jarayonda Xitoy Sharqiy Turkistonda qurgan arxiv idorasining arxiv bo'limiga mansub bo'lgan. Maxfiyatlikka yotmaydigan ba'zi materiallarni besib ko'paytib olgan. Necha kundan keyin Urumchidagi o'zi turayotgan muhojirlar mehmonxonasida tutqun qilingan. 1999-yili 3-oyda Urumchi shaharlik O'rta xalq sud mahkamasi uningga davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyatini ortib 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Jazo muddatini Urumchi 3-turmada o'tagan. To'xti Muzartning bir o'g'il, bir qiz, 2 farzandi bor bo'lib, To'xti Muzart tutqun qilinganda o'g'li 7 yoshga kirgan. Qizi Amdilla 3 oylik bo'lgan edi. To'xti Muzartning onasi burun vafot bo'lgan. Dadisi To'xti Muzart turmadan chiqishdan 1 yil burun vafot bo'lib ketgan. To'xti Muzart tutilgandan keyin uning tutqun qilinganligi oilasidagilarga xabar qilinmagan. To'xti Muzartning Yaponiyada yashayotgan ayoli Xitoyga qaytib, uning izdirikini qilib, munosabatlik organlarga necha qitimlab do'qirgandan keyinla Xitoy soqchilari uni tutqun qilganligini e'tirof qilgan. 2002-yili To'xti Muzart turmada yetayotganiga 4 yil bo'lganda, uningga xalqaroliq qalamkashlar tashkiloti tarafidan bara-bara Goldsmith yezish uchun erkinlik mukofoti berilgan.
To'xti Muzart turmadan qo'yib berilishdan 5 kun ilgari Yaponiya hukumati tarafidan Yaponiya fuqarosi salohiyatiga ega qilingan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi hamda Yaponiyaning sobiq bosh ministri Shinzo Abe To'xti Muzartning masalasiga uzundan buyon ko'ngil bo'lib, uning Xitoy turmasidan tezroq qo'yib berilishi uchun ko'p xizmatlar ishlagan va Xitoy hukumati bilan izchil turda To'xti Muzart masalasi ustida suhbatlashgan. To'xti Muzart 2009-yili 2-oyning 10-kuni turmadan chiqadigan kuni uni kutib olishga borgan yaponiyalik ilm arboblari va ba'zi medialarning muxbirlari turma oldida uni necha soatlab saqlagan bo'lsa-mu, Xitoy To'xti Muzartni hech kimga ko'rsatmasdan turmadan yurti boyga elib ketgan. Tarixchi To'xti Muzart Uyg'urlar orasida tunji bo'lib Uyg'ur tarixini Xitoy tilida yozgan ko'p tillik tarix olimidir. Uning Uyg'ur tarixiga doir Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqoti, O'rta asr Uyg'ur jamiyati, O'rta asr Uyg'ur tarixi qatorliq asarlari bor. To'xti Muzart vafot bo'lishdan ilgari qadimki Uyg'ur qonun vasiqalari haqida tadqiqot, qadimki Uyg'ur madaniyati haqida tadqiqot, tarixiy Rashididan keyingi 300 yil qatorliq asarlar ustida jiddiy izlanayotgan edi. To'xti Muzart O'rta asr Uyg'ur yeziqi, Chag'atay Uyg'ur yeziqi qatorliq yeziqlarni puxta o'rgangan. Chet el tillaridan Xitoy tili, ingliz tili va yapon tillarini pishiq egillagan. Buningdan sirt Paris tili, German tili, Rus tili, Fransuz tili, Arab tillarini qo'shimcha o'rganib, bu tillardagi materiallardan bevosita foydalanish imkoniyatini hozirlagan. To'xti Muzart turmadan chiqqandan keyin Xitoy doiralari tarafidan Beijingdagi tarjimonlar idorasiga o'rinlashtirilgan. Turmadan chiqqandan keyingi hayoti Xitoyning nazorati ostida o'tgan. Shundaqdimi o'z tadqiqotini to'xtatib qo'ymagan Uyg'ur tarixchisi To'xti Muzart 2015-yili 29-may Beijingdagi uyida tuyuqsiz olamdan o'tgan. To'xti Muzartning yaqinlarining deyishicha, u turmadan qo'yib berilib, Beijingga kelib bir qancha oy o'tgandan keyin do'st birodarlarining tonishtirishi bilan bir Uyg'ur qizi bilan to'ylashmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning bexatarlik tarmoqlari uning bu talabini rad qilib, 8 oydan keyin uningga Qashqar harbiy rayonidan o'zlari bir qizni elib kelib, uningga tanishtirgan va shu qiz bilan darhol to'y qilishni buyurgan. Amalsiz qolgan To'xti Muzart majburiy holda shu qiz bilan to'y qilgan ekan. U qiz Beijingda hech qanday xizmat qilmaydi ekan. Faqatla To'xtini kutishga mas'ul bo'lgan ekan. To'xti Muzart tuyuqsiz olamdan o'tgandan keyin Xitoy doiralari jasadni tekshirishga yo'l qo'ymagan va yurak kesili bilan o'ldi deb hukm chiqargan. Turmadagi chig'ida soqchilar To'xti Muzartni qor ustiga yalangoyoq dastib, put qo'llarini muzlatish orqali tan jazosini berganligi uchun uning puti tizi og'riydigan bo'lib qolgan ekan. Ammo uning yurak kesili borligidan hech kimning xabari yo'q ekan. Xitoy doiralari To'xti Muzartning tuqqanlarining jasadni elib ketish talabini rad qilib, uni Beijingga dafn qildirgan. Uyg'urlardan chiqqan yetuk bir olimning bu sirliq o'limi haqida Uyg'urlar va yaponlar orasida o'xshamagan qarashlar va so'zlar ta hozirgacha tarqalib yurmoqda.